Sug'orayotgan paytingizda mana ekin dala maydoningizni namligini qay tarzda aniqlaysiz? Shu tomchilatib sug'orishda sizga noqulaylik bo'layotgan vaziyatlar qaysi bir vaziyat bo'ladi? Menda tomchida noqulay vaziyat yo'q. Aytdimki, juda qulay. O'sha yuqorida nasos oldida avtomat bilan o'chirib yoqiladi. Qo'yan o'zi bir marta montaj qilinadi. Bo'ldi, shu bilan yig'irgunizcha kraynida mana yopib, bu tarafga boshqarasiz, bu tarafga boshqarasiz. Juda qulay. Aytaman, juda begin. Sug'orayotgan paytingizda mana ekin dala maydoningizni namligini qay tarzda aniqlaysiz? Namlik mana bu tarvuzini e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana namlik plyonka ostiga ekilgan. Sug'orib urganimizdan keyin kelaveradi. Mana namlik mana bu yerga pushtaga chiqadi. Pushtaga chiqadi. Pushtaga chiqadi. Shuni hisobiga bilamiz. Misol uchun suvni to'xtatamiz. 2 kun 1 kunda sergib, yana bu quriydi. Tushunarli. Qurigandan yana suv beramiz. Qurigandan keyin yana suvni ochib qo'yamiz. Chunki qurishda tishimizga sabab issiqlikni yeb olish kerak. Issiqlikni yesa rivoj bo'ladi tarvuzda. Rivojlanib, kattarib, hosilni ham ishlab chiroyli bo'ladi. Tushunarli.